Salimjon Hakimovich bugungi kunda yurak stentlash amaliyotini amalga oshirishga tashxis qo'yilgan bemorlarda o'zlarida qanday o'zgarish his qilishadi? Ularda yurak sohasida qanday o'zgarishlar, og'riqlar bo'ladi? Shu haqida bemorlarimizga, tomoshabinlarimizga o'zingizni fikrlaringizni bildiring iltimos. Savolingiz tushunarli. Bemorlarimizda asosan yurakka bog'liq shikoyatlari hansirash, harakat vaqtida tez-tez charchab qolish va shu ko'krak qafasida asosan to'sh ortidagi ezuvchi, achishuvchi og'riqlar. Bundan tashqari bemorlarda shu o'tkir koronar sindrom deymiz. Bu o'tkir koronar sindrom ham bemorlarda har xil holatda kechadi. Kimdadir og'riqsiz kechishi mumkin. Kimdadir bu og'riqlar как будто osh qozonidagi og'riqqa o'xshab seziladi. Kimdadir og'riq bo'lmaydi, faqat hansirashga va charchashga. Bunaqa holat bunday bemorlarimizda oldin kuzatilmagan bo'ladi, chunki o'tkir koronar sindrom deyiladi o'zining nomi bilan, chunki o'tkir. Oldin bu holat kuzatilmagan, lekin qandaydir bemor o'zini charchab, holsizlik, yurganda hansirab qolish, shu kabi holatlar bo'ladi. Bunaqa holatlar kuzatilganda albatta tez tibbiy yordamga murojaat qilish kerak bo'ladi va albatta EKG xulosasidan keyin bu yurak yoki yurakka bog'liq emasligi aniq bo'ladi. Ba'zan EKG ham to'liq diagnostika hisoblanmaydi-da, bemorning asosiy shikoyati hisoblanadi. Asosiy yurakka bog'liq bo'lgan og'riqlar harakatga bog'liqligi. Bemor jim o'tirgan, harakat qilmagan vaqtida yuragida unaqa bir noxushlik kuzatilmaydi. Ba'zan kuzatiladi, endi o'zining darajasiga bog'liq bu. Ba'zan o'sha 1-2 qadam yurganda yoki qanaqadir stress olsa, asabiylik bo'lsa, yoki qanaqadir xursandchilik bo'lsa, shu holatlarda shu yuragidagi o'sha koronar qon tomirlarida yetishmovchiligi hisobidan og'riq, ba'zan og'riqsiz holatda shu tez charchab, hansirab qolish holatlari kuzatiladi. Asosiy shikoyatdan kelib chiqib aniqlanadi bemorda yuragiga bog'liq bo'lgan holat kasalliklari.